Assalomu alaykum azizlar. Sammoykan mana shunaqa variantini ko'rganmisizlar? Hozir bir boshdan tanishtirib o'taman, xotirjam joylashib o'tirib olasizlar. Apparatlarda ichki statusini ko'rsatib turish, Telegram отчет, analitika. Bu mutlaq bepul ishlaydi. Xohlagancha 1 yildan keyin ham 10 yildan keyin ham bepul ishlatib turasiz. Telegramdan jo'natilgan ma'lumotlar va qabul qilingan ma'lumotlar. Aytgancha, yaqinda Telegram orqali muloqot interfeysini qo'shmoqchimiz. Xo'p, Payme dan o'tkazilgan to'lovlar. Payme bizda 3 oy davomida mutlaq tekin ishlatasiz. 3 oydan keyin 0.5% dan ishlata boshlaysiz. O'sha Payme dan o'tkazilgan to'lovlar miqdori, soni ko'rsatib boriladi va bu yerda internetga ulanish statusi. Hozir internetga ulanmagan turibdi. Internetga ulansa, ulanishni levellarini ko'rsatadi. O'zbekcha interfeys qo'shdik va eng asosiylaridan bittasi Payme da o'tkaziladigan to'lov summasini, qiymatini o'zgartirish imkoniyatini kiritdik, xudo xolasa. Xo'p, operator chaqirish bu funksiya avvaldan bor edi, lekin e'lon qilmagan bo'lishimiz mumkin. Info funksiyasini endi qo'shamiz. Mana bu ikkalasi ovozli gapirib tushuntirib beradigan sistema. Bu nima uchun kerak? Mana Payme dan qanday to'lov qilinadi va hokazo qaysi funksiyalar notanish bo'ladigan bo'lsa, undan qanday foydalanish kerakligi haqida mijozga gapirib tushuntirib beradi. Mijoz qanchalik ko'p funksiyalardan foydalansa, shunchalik sizning mo'ykangiz daromadi oshadi. Undan tashqari VIP karta. VIP karta bu bezlimitli karta. Klient kartasi ham bor. Klient kartasi 0% dan 100% gacha bonus berishini o'zingiz belgilab qo'ya olasiz va xohlagan paytda VIP kartani klient kartani VIP karta qilib qaytadan registratsiya qilib ishlataverasiz. Bu ham mutlaq cheksiz. Klientning kartasiga pulni siz solib berishingiz shart emas. Shunda apparatga keladigan keyin pulni soladi. Solgan pulni kartasiga o'tkazib yuborish mumkin o'sha ko'rsatilgan bonus bo'yicha.